Bugun sizlar bilan O'zbekiston ko'chalarida eng ko'p uchraydigan, yillar davomida xalqimiz qalbidan o'rin olgan kichik, ammo juda qulay avtomobil haqida gaplashamiz. Bu 2025 yilgi Daewoo Matiz. Avvalambor aytish kerakki, Matiz O'zbekistonda o'zining ixchamligi, arzon narxi va tejamkorligi tufayli juda mashhur bo'lgan. Hatto uzoq yillar davomida odamlar uni oilaviy shaharcha avtomobil sifatida qabul qilishgan. Endi esa yangi 2025 yilgi modelda qanday o'zgarishlar bor, uni birgalikda ko'rib chiqamiz. Tashqi ko'rinishiga e'tibor bersak, Matiz o'zining klassik yumaloq chiziqlarini saqlab qolgan, lekin zamonaviylashtirilgan. Old qismi endi LED chiroqlar bilan jihozlangan, bamper esa yanada ixcham va sportona ko'rinishga ega. Avvalgi modellarga qaraganda radiator panjarasi kengroq, havo oqimini yaxshiroq o'tkazadi va shu orqali dvigatel samaradorligini oshiradi. Yon tomondan qaraganda ham avtomobil kichik bo'lishiga qaramay, dizaynerlar unga biroz keskin chiziqlar qo'shib, dinamik ko'rinish berishga harakat qilishgan. Shahar ko'chalarida ham, qishloq yo'llarida ham bu mashina ixchamligi bilan qulay harakatlanadi. Salonga kirsangiz, birinchi taassurot bu ixchamlik va qulaylikning uyg'unligi. O'zining kichkina tashqi hajmiga qaramay, ichkarida joy yetarlicha keng. Oldingi o'rindiqlar yanada ergonomik shaklga keltirilgan, orqa o'rindiqlar esa ikki kattani va bir bolani bemalol sig'diradi. Biroq eng katta yangiliklardan biri bu markaziy panelda o'rnatilgan multimedia ekrani. U Android Auto va Apple CarPlay tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, konditsioner boshqaruvi yanada zamonaviy tugmalar orqali amalga oshiriladi. Salon plastiklari arzon, ammo bardoshli materiallardan ishlangan. Bu esa narxni oshirmasdan sifatni saqlab qolishga yordam beradi. Endi dvigatel va texnik qismiga o'tsak. Avvalgi Matiz modellari 8 litrli 3 silindrli dvigatel bilan ishlab chiqarilganini yaxshi bilamiz. 2025 yilda ham shu konsepsiya saqlangan, lekin dvigatel biroz takomillashtirilgan. Endi u Euro 6 ekologik standartlariga javob beradi, yonilgini esa ancha tejaydi. Quvvati 52 ot kuchiga yaqin, maksimal tezlik esa 135 km/soat atrofida. Shaharda 100 km yo'lga o'rtacha 6,5 litr benzin sarflaydi, trassada esa 5 litrga ham tushishi mumkin. Bu O'zbekiston sharoitida, ayniqsa benzin narxi oshib borayotgan davrda, juda katta afzallik hisoblanadi. Haydash tajribasiga to'xtalsak, Matiz hamon o'zining yengil boshqaruvi va ixcham o'lchamlari bilan ajralib turadi. Ayniqsa Toshkentning tirband ko'chalarida yoki Samarqandning tor yo'llarida mashinani bemalol burib olish mumkin. Rul boshqaruvi sezgir, tormoz tizimi esa yangilangan diskli va barabanli kombinatsiya orqali xavfsizlikni ta'minlaydi. Albatta, bu avtomobil sport uchun emas, lekin shahar ichida tezlik, qulaylik va xavfsizlikni o'zida mujassam qilgan. Narx masalasiga kelsak, O'zbekistonda Matiz doimiy ravishda eng arzon mashinalardan biri bo'lib kelgan. 2025 yilda ham u shu maqomini saqlab qolishi kutilmoqda.